Ben o'g'irlamadim. Yo'qtirmoq shundoq yumran. Yezizning ko'chirilgan izi yo'qtirsa. Sizlarga o'g'ri. Jim turinglar. Bu daraxtni hech kim yo'tkimagan. Bu daraxtning kimdan ekanligini aniqlash uchun oldi bilan isbot bo'lish kerak. Qaysilarda isbot bor? Begim, sizlarga yana qanday isbot kerak? Daraxt mening izimda. Albatta mening bo'ladi-da. Qalayimqa so'zimizlar. Sizlar yerim kechida pasilni yo'tkiganga yer bilan tang daraxtni o'g'irlab ketdilar. Nasirdin, nimaga asosan bunday deysan? Buning isboting bo'lishi kerak. Qazi begim, bu daraxtni men parvish qilib cho'ng qilgan. U ko'chat vaqtidan boshlabla men uni ko'ngil qo'yib parvish qilib mushundaq cho'ng qildim. Qazi begim, adil hukm chiqarg'aylar. Lekin boygajon bir kechidala etizning pasilini o'g'irlikchi yo'tkab, mening daraxtimni o'zining qilib o'g'irlab oldi. Qazi begim, adil hukm chiqarg'aylar. Begim, hergiz buning yolg'on yo'q gaplarga ishonmasizlar. Pakit bo'lmasa bo'lmaydi. To'g'ri, pakitni asos qilamiz degan so'zlaringizni isbotlaydigan pakit bormi? Nasirdin aka. Qazi begim, xotirjam bo'lsizlar. Biz cho'qim pakitni tepib kelamiz. Gulnar. Nasirdin aka, amal topdingizmi? Siz yaxshi o'ylab beqinglar. Ayni chaqda daraxtning yiniga biror narsani belgi qilganmi? Xat o'yib qo'ygan degandek. Unda qilsak daraxtga o'l bo'lmamdi. Men hergiz unda qila olmayman. Amisa men yana o'ylab baqay. Gulnar, kayningizga nima u? Bizning paketimiz bor bo'ldi. Qazi begim, bu rasmni burun men chizgan. Qarasizlar, bu yer bilan daraxtning aslidagi o'rdi, ammo hozir undaq emas. Bu rasm ajabmi chiroyli sizlibdi. Qazi begim, bu paket bo'la? Mushu rasmmi? Bo'lmaydi. Nimishqa? Birinchidan, rasmni sizgan vaqting aniq emas. Ikkinchidan, san'at go'zallikni talab qiladi. U faqat hissiyotning ifodalanishi, haqiqiy dunyoning sizilishi emas. Shunga paket qilsak bo'lmaydi. Sizlar yana izlab betinglar. Bu Nasirdin aka, biz podshohni izlaylik-ku, u bizga adil hukm chiqarib bersin bo'lamdi. Lekin bu degan davlatning cho'ng ishi emas. Biz podshohni avar qilmaylik, ma'qulmi? Gulnar, sizga nima bo'ldi? Abbos aka, bu etizligimizning pasilini yo'tkab, bizning uyning yeri bilan daraxtni egilib oldi. Biz paketni tepib kelsakmi, Qazi begim yana hukm qilishga unmayotdi. Daraxt Gulnarlarning edi. Bu rasmga asoslanibla uni Gulnarlarning deb hukm qilishga bo'lmaydi-da. Tapdim. Abbos aka, bu kichik emas. Yer puhralarning jini. Boy yerni egilib olsa, puhralarning jinini olgan bilan tang. Ma'qul, men hozirla podshohga ma'lum qilay. Podshoh degan farosatlik, u cho'qim bizga yordam qiladi. Abbos aka, rahmat sizga. Nasirdin aka, endi daraxtimni qaytara oladigan bo'ldim. Olilri, ish mana shundoq. Bunda kichik ishni men so'rab yursam, toza qamlashmagandak. Lekin olilri, yerni egilib olish unda kichik ish emas-da. Abbas, mening buyrug'imni yetkaz. Qozi bu ishni qaytadan tekshirsin. Nasirdin uningga yordamlashsin. Xo'p, olilri donadir.
Padişah qazini bu ishni qaytadan tekshirishga buyurdi. Qaraganda qazi qanday qilishni bilmay qolgan o'xshaydi. Bir kichik balig'im yetmaydi ekan. Qapshik. Xotirjam bo'ling Gulnar. Hamma ishga menba amal tepiladi. Nəsirdin, tez amal tap. Vakit bo'lmasa qanday qilgan bilan bu bekka? Nəsirdin, boshqa amal bormi? Amaliyotda bir amal bor. U bo'lsa-mu daraxtni sotlash. Daraxtni qanday sotlaydi? Qani qozi begim, daraxtni sotlab boqmamla, men bir ko'r baqay. Nəsirdin, boshqacharak amal topqana. Yo'q. Ay darax, sen o'zing bir deb boqqina. Ha? Padişah bu ishga ayt ko'ngil bo'lyapti jamo. Sen zodi kimning daraxi? Chopsanda, bo'lmasa seni urib o'taman. Ay darax, demamsan. Urunglar! Qozi begim. Qozi begim, men xato qildim. Qozi begim bo'ldi. Bo'ldi, urmanglar. Hech yo'q Gulnar. Atiyas kelganda daraxt yangidan ko'klaydi. Daraxtmi demasa, sizlarningmi boshqa isbotinglar bo'lmasa, undaqda bir amal qildi. U bo'lsa-mu daraxtni kesib ikkiga bo'lish. Daraxtni kesib? Gulnar. To'g'ri, daraxtni ikkiga bo'laylik. Yarnimi bu yerdan pasilsiz tatib ikkiga ayraylik. O'ng tarafi baynan, so'l tarafi Gulnarning bo'lsin. Yaxshi. Başlanlar. Hop. Gulnar, diqqat qiling. Qozi begim, bo'ldi, kesmisizlar. Men voz kechdim. Bo'ldi. Gulnar. Qozi begim, bu daraxt bilan yaramiz mening bo'ldi. Bo'ldi, jim turinglar. Hozir shuni e'lon qilamanki, bu daraxt Gullarning. Nima? Pek yaxshi bo'ldi. Qozi begim, bu nima o'g'ri? Siz mening hukmimdan gumonlanib o'tirsiz. Faqat daraxtning haqiqiy egasilar chin ko'ngildan daraxtni qo'daydi, asraydi. Lekin siz etizlikning faslini o'g'irlikcha yo'tkab Gulnarlarning daraxti bilan yerni egilib o'libla qolmay, yana da mug'ambirlik qildingiz. Yaxshi. Ekitalar. Qozi begim, meni qutuldiryapsizlar. Qozi, bu ishni yaxshi bir taraf qildingiz juma. Rahmat alaylar. Undaqda boy qandoq jazoga tortildi? Alaylar. Bu ish ikki uyning etizlik sababidan chiqqan. Shunga bayga Gulnarlarning etiziga ishlash jazosi berildi. Yaxshi. Mushundoq bo'lsin. Nasirdin, seni boş qo'yib o'tmayman.